Boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun biz Turknet Eko klinikasini yuragi bo'lgan embriologiyadan jonli efirga olib boramiz. Yaqinda so'rovnoma o'tkazgandim ICSI haqida, lekin ko'pchilik ICSI nimaligi haqida ma'lumoti bo'lmagani uchun to'g'ridan-to'g'ri sizlarga hozir embriologimiz Mesutbek orqali ICSI jarayoni qanaqa bo'ladi va nima sababdan ICSI qilamiz bularni aytib o'taman. Bemorimizni hozirgi shug'ullanayotgan bemorimiz 88-yilda 35 yoshdalar, 2 yil bo'lgan turmushlariga hozirda mana o'quv amaliyotidan keyin tuxum hujayralari olingan va hozir o'zlaridan so'raymiz. Hocam, biz o'qib verdiğimiz yumurtaları ne zaman hazır oluyor ICSI'ye ve ICSI hakkında biraz söyleyebilir misiniz? Nasıl oluyor? Şimdi okulda topladığımız yumurtalar normal steril alanda yumurtaların kalitesi değerlendirilerek işte kaç tanesi olgun, kaç tanesi olgunlaşmamış, olgunlaşmayan neden olgunlaşmadı, olgunlaşanların yani matür olanlar yumurta kaliteleri nedir diye değerlendiriyoruz. Değerlendirme sonrası bu yumurtalarımızı ortalama 1 saat, 1,5 saat bekletiyoruz. İkisi yapmadan önce. Şimdi bunu tercüme edeyim. Bana qarang, ekrandan ko'rsatayım. Mana bu yerde bize de operasyonning barchasi mana bu yerdan bizga beriladi. Tuxum hujayralar mana issiq temperaturada o'zimizning tana temperaturamizda ushlab turiladi va mana hozir aytdilar stolda, laminar stol deganlari mana shunda olingan suyuqlikni ichidan tuxum hujayralar qaysi biri sog'lom, qaysi birida muammo bor, mana shu mikroskop ostida bilib oladilar. Bunga 1-1,5 soat vaqt ketadi deyaptilar. Mana yana o'zlariga qaytamiz. Tamamlar tercih ettik. Yumurtalarımız genel olarak bir ositin görüntüsü şu şekilde. Mana bu tuxum hujayralar beryaptilar. Ekranni ko'rsatsak, qaranglar mana qanaqa chiroyli quyoshga o'xshaydi. Şimdi bu yanına getirdiğiniz şey iğne değil mi hocam? Evet, X iğnesi bu. Mana İçindeki de sperm. Mana Şu hareket eden sperm. ICSI deganimiz hujayra ichiga majburiy nina orqali mana bu ninani ichida ko'ryapsizlarmi? Ichida urug' turibdi, sperma. Mana hozir majburiy urug'lantirish jarayoni yuzaga keladi. Ko'rganinglardek bu jarayonni qilish uchun tajribali xuddi zargarni ishini qilgandek tillarda qanchalik qiyin bo'lsa, xuddi shunaqa juda murakkab protsedura hisoblanadi. Buni albattaki ICSI jarayonini uzoq muddatli tajribasi yuqori bo'lgan embriologlar albatta qiladi. Aynan o'z bizani Turknet Eko klinikasi asoschilarimiz ham embriologlar bo'lgani uchun bizni bir pog'ona nima deydi, shansli biza deb aytaman, ya'ni omadlimiz. Chunki buni eko jarayonining eng yuragi bo'lgan ishni bajarib berishadi. Şimdi spermi seçerken bu hastamızın sperm sayısı hareketliliği çok iyiydi. Fakat spermde morfoloji düşük ve DNA fragmentasyonu vardı. Biz bunu tespit ettik. Bu DNA fragmentasyonu embriyo gelişimi ve gebeliğin devam etmesi ve canlı doğum üzerine çok etkisi var. Biz de o yüzden bu spermleri seçerken seçim öncesi sperm çip dediğimiz bir işlem yapıyoruz. Bu işlem sayesinde DNA fragmentasyonu tamamen ortadan kaldırıyoruz o riskimizi. Ondan sonra elde ettiğimiz spermler içerisinde en iyi gördüğümüz spermi seçiyoruz. Baş, boyun, hareket, kuyruk hepsini test edip milyonlarca sperm içerisinde bize en iyi sonuca verebilecek spermi seçiyoruz. Mana ko'rib turganinglardek aytyaptilarki, bu bemorimizda aynan ekoga olishimizdan maqsad spermada miqdorda emas, marhalagi boshi bo'lgan dur qismlarida ko'p muammo bo'lganligi uchun eko muolajasi tavsiya qilingan va tuxum hujayraga urug'lantirishdan oldin buni DNK fragmentatsiyasi bo'lgan sperma bo'lgani uchun eng yaxshisini tanlab olish uchun qo'shimcha ravishda ICSIdan tashqari sperm chip muolajasi o'tkaziladi. Bu yerdan yana ham yaxshiroqlarini saralab olish uchun. Ko'rib turganingizdek mana nina bilan yaxshilarini saralab olib, keyin ICSI jarayonida, ya'ni urug'lantirish jarayonida ishlatadi. Şimdi spermimizi seçtik. Spermimizin kuyruğu gayet iyi. Ben şimdi bunu hareketsizleştirdim.
Başı gayet güzel, boynu iyi, akrozom oranı. Bu X için uygun bir sperm. Bakın burası çok mühim. Akrozom kısmı, DNA'nın salınımı için burada enzimler var. Aslında bu çok küçük bir şey ama siz ne kadar büyütüyorsunuz hocam bunu? Şu anda ortalama 400 kat büyütüyoruz. 400 marta kattalashtirilgan holda ekranda mana hozir hamma qismlarini, akrozom qismi, ya'ni bosh qismini, urug'i, bo'yin qismi, dum qismlarini juda ham yaxshi ko'rilgan, eng yaxshi ko'rilganini tanlab oldik deb aytyaptilar. Spermimizi alıp yumurtanın içine gireceğiz. Mana oldilar, minani ichiga oldilar. Endi mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa hozir yana X muolajasini jonli ravishda ko'rasizlar qanaqa qilinishini. Yumurtaların yanına geldik. Yumurtamızı Mana aldık, bizani hazırlıyoruz. quyoshimiz, bu tuxum hujayramiz. Mana bu anaqa minani ichida urug' turibdi. Bu polar body cisimciği dediğimiz yumurtanın olgun olduğunu, matur olduğunu gösteriyor. Bu onun stoplazması, bu da onun dış zonası. Bunların hepsinin iyi olması lazım kaliteli bir embriyo için. Mana hozir tuxum hujayrani sifati haqida bizaga urg'u berib o'tdilar. Tuxum hujayrani sifati yaxshiligi mana bu yerda polar body degan kichkina qismchasi borligi, atrofida oziqlantiruvchi qismlari borligi va tuzilishi jihatidan dumdumonoq chiroyli, rangi ham masalan qora emas yoki juda ya'ni quyoshga o'xshaydi. Sizlarga qisqasi qilib aytadigan bo'lsam, quyoshga o'xshagan tuxum hujayramiz bor. Mana hozir xudo xolasa X muolajasini qiladilar. Ko'rib turganinglardek mana ichiga urug'i mina orqali solib urug'lantirdilar. X'imiz bu şekilde. Bunu şimdi 16 saat sonra fertilizasyon olup olmadığını bu mikroskop altında göreceğiz. Xudo xolasa 16 soatdan keyin bularni inkubatorda, mana bunaqa inkubatorda saqlaniladi. 16 soatdan keyin yana olib bu urug'landimi? Ya'ni hujayralar ikiga bo'lindimi, yo'qmi? Yana mikroskop ostida ertaga kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Inshaalloh vaqtim bo'lsa albatta ertaga bu embrionlarimizni rasmini albatta storiesga qo'yaman. Bizani kuzatishni davom eting va albattaki Turkmet Eko Instagramni ham albatta ko'ringlar. Bizda har doim informatsiyalarimiz juda ham muhim sizlar uchun, chunki sizlar qilinadigan eko jarayoni har bitta etapini yaxshi bilsanglar, qo'rqmaysizlar, stress kamroq bo'ladi.